bemorliklarni davolashda turlicha uslublar qo'llangan. Ana shu uslublardan ba'zi birlari noan'anaviy uslublar deyiladi. Bunda har xil ilmsiz odamlar kishilarni davolashni da'vo qilaroq, ularni vaqtini, pulini, umrini, sog'lig'ini zoya qilishga hissa qo'shishadi. Qadimgi kitoblarimizda bularni bir necha turlari eslab o'tirgan. Misolidan bir turini sha'vaza deyiladi. Sha'vaza degani bizda baxshilik qilish. O'rislarda sharlatan deydi. Uni buni urushtiradida asosi yo'q narsalarni, har xil harakatlarni qilib, bu narsalarni ichirib, bu narsalarni sepib, boshidan olovini aylantirib, ana jin o'rab olgan ekan, sizni haydab yubordim, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, endi yaxshi bo'lib ketasiz deb